Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning til tadqiqot ishxonasidagi Soyim bilan birga o'tkazgan suhbatlarini anglab o'tdik. Endi davomini qo'yamiz. Ajoyib son sifirlar ekrandan to'kilaverdi. O'tgan yilga silishtirganda bu yil kasallik, jinoyat, saronliqdan boshqa har qandaq narsa, yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'u uy jihozlari, qacha qumush, yiqilg'u, kema, tik uchar, kitob, hatto yangi tug'ilgan bovoq hammasi oshgan edi. Ishqilib hamma odam, hamma narsa yil seri, minut seri olg'a qarab yuksalayotgan edi. Winston baya sayim sızgandek, qo'shiqini elib umashlashib ketgan sayning ustiga bir nimalarni sızishga boshladi. Winston bir xil achchiq hissiyot bilan turmushning moddiy qurilmasi haqida o'ylanishga boshladi. Turmush azaldan mushundoq bo'lg'aymidi? Tamoq azaldan mushundoq tetarmidi? U tamoqxona qardi. To'risi pas, qistan edi. Odamlar to'la surkilib, tomlari maynatlashib ketgan edi. Tümürdən yasalğan u yer bu yerleri pükülüb, maymaqlışıb ketken üstel orunduqlar bir-biriga ziyoda yaqin qo'yilg'ashqa, o'ltirganda odamlarning jaynakleri tegishib qolatdi. Qo'shiqlar egilib, taxsilar dog'lashib ketgan, istakanlar bekli qo'pol edi. Hamma narsa maylishangu, har qandaq yeriqcha kirga to'shqan. Nachar archa hariqi, nachar qahva, tümür puraydigan dumlimisay va kirlash kiyimlarning purqi aralashib oshxonni liq olgan edi. Qursqingizning, terilaringizning bir yerlarda bir xil norozilik bo'lsa, qalbingizda sizning asli haqqingiz bo'lgan ba'zi narsalar xuddi aldab tortib olingandek tuyg'u alangitdi. Ammo shunisi haqiqatki, Winston buningdan farqlanadigan boshqa hech qanday narsani aslayolmaydi. Uning aslimisida bu yerda hech qachon yemak-ichmak yetarlik bo'lib baqqan, hech kim yirtilmagan, teshilmagan paypoq yoki ich kiyim kiyib baqqan, egilmagan, pukilmagan uy jihozlari ishiltib baqqan, isiydigan uyda turib baqqan emas edi. Doim suv to'silib qolatdi. Uylar azaldan mushundaq abjaq. Bolkalar qop-qora edi. Ha desa choy topqil bo'lmaydi. Qahva doim qonsiq tetdi. Tamaka davomli kamchil edi. Sun'iy yasalgan archa hariqidan boshqa hech narsa arzon va yetarlik emas edi. Albatta, odam qiyirgan seri bu ishlar texmo ig'irlashib ketmamdi. Birov rohatsizlik, meynatchilik, ochliq tufaylidan yurak kasali bo'lib qolsa, uzoq qish kunlarida qilin paypoqi bo'lmasa, binoning liftlari ishlamasa, issiq suv bo'lmasa, yetarlik tamaka bo'lmasa, sopun mushundoq dashqonlik yirik bo'lsa, odamda oz to'la norozilikning bo'lib qilishi normal hodisa emasmi? Ajiba bu ishlarning shundoq chidog'siz ekanligini his qilish uchun cho'qim odamning ishlarning o'tmishda boshqacha ekanligi to'g'riliq silishtirma qilg'idek bir aslimasi bo'lishi kerakmi? U tamoqxonaga yana bir qur ko'z yugurtdi. Hammaylan degida ko'rimsiz edi. Ko'k ranglik partiya formasidan boshqa kiyim kiyismi yanada ko'rimsiz ko'rindigandekla edi. Uyning yiroq bir tarafida yolg'iz o'ltirgan vijik qo'ng'izga o'xshaydigan bir odam qahva ichayotdi. Uning ko'zlari gumonliq nazarda u yoqqa bu yoqqa to'xtamay yuguraydi. Winston o'ylab qoldi. Agar atrofingizga qarab boqmasangizlar, partiya bekitgan go'zal badan o'lchimidagi igiz bo'yliq, muskulliq yigitlar va badallari to'lgan oltin chochliq sho'x g'amsiz qizlarning borliqiga, hatto nihoyatda ko'pligiga o'ng'ayla ishinib qolatdingiz. Amaliyotda birinchi havo rayonidagi kishilarning ko'pinchisi pakar, qaramtul, kesal chiroy kishilar edi. Bunda qo'ng'izsimon kishilarning ministerlikda qandaqsiga bunchalar ko'payib qolganligi qiziqish edi. Kichik cheg'idila pakar dig'moqlashib qolgan, putlari qisqa, ammo mingishlari chaqqan, yuzi ziyoda simirib ketgan, ammo ko'zi kichik kishilar to'la uchraydi. Odamlar partiya hukmronligi ostida mushundoq bo'lib qolgandek edi. Yana bir kanay ovozi bilan mo'lchilik ministerligining uqtirishi oxirlashdi.
va uning o'rniga bir jarang-jurung muzika almashdi. Parsonus stanistiklarning bombardimon qilinishidan sal o'ziga kelib, g'angzisini eg'izdan chiqardi. Molchilik ministerligi bu yil haqiqatan qaltis ish qipti, dedi u beshini lingshitib. Ha rost, Simis birodar, senda biror tig' bormidi? Bir talmi yo'q, dedi Winston. Menmu bir tal tig'ni 6 hafta bo'ldi ishiltib kelyapman. Ha bo'pti, shundaqli so'rab boqay degandim birodar. Kechirgin, dedi Winston. Yan üstəldəki g'aqıldıgan ovoz uqtirishni o'qigan vaqtda birdam jimigan edi. Əmdi yana üllük g'aqıldashqa başladı. Winston birdilla Parsons xonimni o'ylab qoldi. Uning qo'riqlaridagi kir va inchika chochlari uning ko'z oldiga keldi. Uning bolalari uni 2 yil ichida ideya saqchilariga fosh qilatdi. Parsons xonim parga aylanib ketadi. Sayimmu parga aylanib ketadi. Aksicha Parsons hargiz parga aylanib ketmaydi. G'aqildayotgan avu ko'zsiz maxluqmu parga aylanib ketmaydi. Ministerlikning sirliq koridorlarida mingishib yuradigan avu qo'ng'usimon odamlar hargiz parga aylanib ketmaydi. Heliqi roman boshqarmasidagi qora chachli qizmu parga aylanib ketmaydi. Winstonning sezimi uningga kimlarning hayot qilib, kimlarning parga aylanib ketadiganligini aytib beralaydigandek tuyuladi. Gerçi nimening odamni hayot qoldira oladiganligini aniq deb berish bakla qiyin bo'lsa-mu. Ushbu daqiqada u bu xiyollardan silkib tortib chiqarildi. Yandagi qiz yerim o'rilib uningga qarayotgan edi. Bu yiliqi qora chachli qiz edi. Qiz Winstonga yancha, ammo jiddiy tikilib turadi. Ularning ko'zi uchrashgan hamon qiz ko'zini ilib qochdi. Winstonning dumbisidan suv chiqib ketdi. Bütün vücudunu qo'rqinish chulg'idi-yu, tezla tarqab ketdi. Ammo Winstonda paydo bo'lgan bearomlik yo'qolmadi. U nimishqa Winstonga qaraydi? Nimishqa Winstonning orqasida yuriydi? Lekin Winston bu qizning bu ustalga o'zi kelishdan burun yoki keyin kelganligini esiga ololmadi. Biroq tunugin nafrat faoliyatida hech qanday zaruriyat bo'lmasa-mu, bu qiz dal Winstonning orqasida o'ltirgan edi. Uning haqiqiy maqsadining Winstonning ovozini tinglab, uning zodi yetarlik darajada ullik tovlamaganligini jazmlashtirish ekanligi ehtimolga bekla yaqin edi. U boshdagi o'yini qayta o'ylab qoldi. Balkim bu qiz ideya soqchisi bo'lmasligi, faqat ishdan sirtqi ishpiyon bo'lishi mumkin edi. Ammo eng xatarligi shu. Winston qizning uningga qanchalik uzun qarab turganligini bilmaydi. Balkim 5 minutdi. Winston chiroy ifodalarining hammani to'liq kontrol qilib bo'lolmagan bo'lishi tamoman mumkin edi. Ommaviy so'rovlarda yoki ekran oldida xiyolingizni qo'yitishingiz intayin xatarlik edi. Qilchilik bexastalik beshingizga chiqishi mumkin edi. Yuzingizning mundaqla bir jiddiylashib tortishishi, andisha bilan bir beqish, o'zingizga gap qilib soldigan odatingiz, ish qilib har qanday benormal bilinadigan ifoda ma'lum narsani yushirayotganlikning alomati hisoblanadi. Yuzingizdagi har qanday nomuvofiq ifoda, masalan, g'alaba e'lon qilinayotganda parvosiz o'ltirishning o'zi jazoga loyiq qilmish edi. Yangi tilda uni yuz jinoyati deb ataydi. Qiz yana Winstonga kaynin qilib o'ltirdi. Balkim u Winstonning orqasiga tushmagan bo'lishi. U da 2 kun uning Winstonning orqasida o'ltirishi faqatla bir tasodifilik bo'lishi mumkin. Winstonning sigareti uchib qoldi. U tamaka qoldiqini ehtiyot bilan ustalning bir burjikiga qo'yib qo'ydi. Buni xizmatdan tushganda yana davomlashtirib chekkili bo'ladi. Yandagi ustaldagi odamning ideya soqchisi bo'lishi ehtimolga bakli yaqin edi. Balkim u oldingi 3 kun shafqat ministerligining yer osti uylarida turgan bo'lishi mumkin edi. Shundaqdimi tamakini tashlab etkili bo'lmaydi. Soyim qog'ozlarini qatladi va uni yonchuqqa soldi. Parsons yana so'zlashga boshladi. Sana bizning ikki shumtakning koni bozorda bir ayolning ko'yniga o't qo'yib etganligini deb bermidimmi, birodar? Dedi u g'angsini sho'rg'ash kulib turib. U ayol g'o'jakining rasm bor qog'ozga qo'lbosa yo'gab minibdikan. Shumtaklar ko'rib qopti. Shuning bilan kayniga tushib bir qop saranga bilan o't qo'yitibdi. U ayol xeyli kuyib ketgandek. Bu shumlar niza, ammo qizg'iliq alamati.
Bu ularning ishpiyonlarga qatnaşqandan keyin algan məşqining natijasi. Hozirgi məşqlər mən qatnaşqan çağdakidan köp ilg'or. Qaltiskan. Yaqında ularga nima tarqitib berganligini bilamsan? Yingnining to'shigidek yerdimi tingshalaydigan tingshig'uch. Mening qizim bir kuni uyga birini akaptikan. Mehmonxona uyning sirtidan sinab baqdi. Odatdagidan 2 hassa ullik anglayalaydi ekan. Albatta u bir o'yinchoq. Ammo bolalarda to'g'ri ideya ruh yetishtirdi emasmi? Bu chaqda ekrandan quloqni yordigan pushtak ovoz anglandi. U xizmatga qaytishning signali edi. Uchaylan darhol o'rnidan turib, liftga qarab qistilishdi. Winstonning baya eshib qolgan tamakisi to'kilib ketdi. Winston xotirasini davomlashtiryotdi. 3 yil burunqi qorong'u bir oqshomdagi ish. U ayol cho'ng vokzalga yaqinla yerdagi tor ko'chada bir eshikning oldida turadi. Ustidagi yo'l chirig'ining nuri bakla ojiz bo'lib, hech nimani yo'ritolmaydi. U ayol uzoydan nihoyatda yosh ko'rinadi. Yuzini qiniq bo'yib olgan edi. Men bundaq girimni bak yoqtiratdim. Uning oqlig'i xuddi oppoq maskaga o'xshaydi. Qip-qizil lavlari paqirab turadi. Ayol partiya a'zolari hargiz yuzini bo'ymaydi. Ko'chada hech kim yo'q edi. Ekranmi yo'q edi. U $2 dedi. Men. Winstonga xotirini davomlashtirish tas keldi. U ko'zini yumib, ko'z oldiga davomli kelayotgan ko'rinishni siqib chiqarib bo'lgandek, barmog'ida qapoqlarini ching bosdi. Uning nihoyat paskina, afsonaviy til bilan karniyi yirtilg'udek to'g'lig'isi, tomga qattiq uskisi, ustaldagi siyoh qutisini derazadan cho'rvatgisi kelib ketdi. Ishqilib, ko'z oldidagi ashu ko'rinishni yo'qotadigan qo'pol, jonni og'ritadigan yoki yuqori ovozli har qanday ish bo'lsa bo'laveradi. Odamning eng yomon dushmani o'zining nervos sistemasi ekan, deb o'yladi u. İçingizdagi har qanday jiddiylik har doim o'zini ma'lum alomatlar bilan namoyon qiladi. Winston bir necha hafta o'tgandan keyin ashu ko'chada o'zi oldidan o'tib ketgan bir odamni o'ylab qoldi. U qiyofati to'limi odatdagicha. Yashi 35-40 yoshlar atrofida, egiz bo'yliq, o'ruqroq, qo'lida bir hujjat sumkasi ko'tarib olgan partiya a'zosi edi. Ular yaqinlashib bir necha metr qolganda, u odamning yuzining so'l tarafi tuyuqsiz bir tortishqandek bo'ldi. Ular bir-biri bilan surkilishib o'tayotgan shu daqiqada bu ish yana yuz berdi. Bu xuddi kamerada rasmga tortayotgandek tez yuz beradigan yenikkina titrash. Biror yeri tortishish edi. Shunisi aniqki, bu badanning kunib ketgan tabiiy inkosi edi. U shu chog'dagi o'yini esiga oldi. Bu bechora endi tugashdi. Qo'rqinchligi shuki, uning harakati angsizlarcha tabiiy harakat edi. Eng xatarliki tushida gap qilib tashlash edi. Winstonning qarashicha, buning oldini olg'ili bo'ladigan hech qanday chora yo'q edi. U cho'nqur bir nafas elib, yezishni davomlashtirdi. Men ayolga agishib eshikdan kirdim. Biz orqa hovlidan o'tib, yer ostidagi bir oshxona uy kirdik. Tomning tüydə bir karvat, üstəldə nəhayət sus yandırılğan bir çıraq duratdı. Ayal. Winston tükürütüdüğəndək tişini çiң tişləb durub aldı. Partiya əzaları arasındakı buzuqçılıqni keçirgili bolmaydı. Gerçi çoğun tazlaşda javobgarlar cinayətini to'liq tapşırsumu, bundaq ishning amaliyotda yuz beriyotganligini tasavvur qilish mumkin emas edi. Partiyaning maqsadi hargiz er ayollarning orasida yaqinchilik munosabatining shakllanishini mutlaq to'sish emas edi. Amaliyotda buni partiyami to'liq kontrol qilib bo'lolmaydi. Ularning buni oshkorlamasligidagi haqiqiy maqsadi er ayollarning jinsiy turmushdagi huzur lazzatini yo'q qilib etish edi. Muhabbat haddidan eshib ketsa bo'lmaydi. Jinsiy istak mayli nikohning ichida yoki sirtida bo'lsin, dushman sanaladi. Hamma to'y avval maxsus tashkillangan bir komitetning tasdiqidan o'tishi kerak edi. Gerçi tasdiqlash yoki rad qilish prinsiplari oshkora e'lon qilinmasimi, bir-birini jismoniy jihatda jalb qilganligi bayqalganlarning nikohi tasdiqlanmaydi. To'y qilishning e'tirof qilingan birdan bir maqsadi faqat
partiya uchun xizmat qilgan avlod yetishtirish edi. Jinsiy munosabat xuddi klizma qilishga o'xshash odamning ko'nglini sal ilashtiradigan bir kichik operatsiya deb qaralatdi. Gerçi bumu aniq yozma shaklda oshkora e'lon qilinmasimi, ammo vositaliq yo'sinda kichigidan boshlabla partiya a'zolarining ing'iga singdirilib o'tadi. Shahvaniyatga qarshi uyushmaga o'xshash tashkilotlarmi davomli har ayollarning bo'ytoq yashashini targ'ib qilib turadi. Barliq bolalar sun'iy urug'lantirish, yangi tilda sun'iy urug' deb ataladi. Bu orqali yetishtiriladi va ommaviy organlarda beqiladi. Winstonning bilishicha, hamma bundoq bo'lib ketmasimi, ammo bu partiyaning ideologiyasi bilan birdek edi. Partiya jinsiy istakni ujuqtirayotmoqchi. Butunlay ujuqtirolmagan taqdirdimi uni buzmoqchi yoki maynatlashtirmoqchi edi. Winston partiyaning nimishqa shundoq qilganligini bilmaydi. Ammo shundoq qilishi tegishlikdek his qiladi. Ayollarga nisbatan aytganda, partiyaning bu tirishchanliklari bekorga ketmagan edi. U ayoli Kasrinni o'ylab qoldi. Ular ayrig'ili 9-10 yil, balkim 11 yil bo'lgandi. Qiziq. Winston uni asosan o'ylamaydigan bo'lib qolgan edi. Ba'zi chaqlarda hatto u o'zining to'y qilganligini unutib ketadi. Ular faqat 15 oyla birga turgan edi. Partiya odatda ajrashishga ruxsat qilmaydi, ammo agar farzand yuzi ko'rmasa, ayrilib turishni tashabbus qiladi. Kasrin egiz bo'y, sochlari sus ranglik, yurish turishlari nihoyat joyida qiz edi. Uning yuzi burkutnikiga o'xshaydi. Kishi bu yuzning keynida nima yushirganligini bilmaguncha, uni nihoyat esilzoda chiroy ekan deb qoladi. To'y qilib uzun o'tmayla u Kasrinning o'zi uchratgan odamlarning ichidagi eng qalva, kallasi qup-quruq, to'mpay odam ekanligini jazmlashtirib bo'lgan edi. Balki bu Winstonning Kasrinni boshqa odamlarga qaraganda texmo yaqin bilganligidan bo'lsa kerak. Uning kallasida shuardan boshqa hech nima yo'q edi. Partiya etqal bo'lsa, har qancha bema'ni, tetiqsiz gap bo'lsa-mu, uni mutlaq qabul qiladi. Winston uningga ichida odam un olg'u deb laqam qo'yib qo'ygan edi. Kasrin faqat Winstonga bola ishlab chiqarish uchun tekkan edi. Bola bo'lmagandan keyin u partiyaga bo'lgan sadoqatidan Winstondan ayrildi. Nimishqa uning hozirgacha bir ayol bo'lmaydi? Ammo haqiqiy muhabbat mumkin bo'lmaydigan bir ish edi. İffet ularning engida partiyaga bo'lgan sodiqlikdan iborat edi. Uyun, so'g'oq suv, maktab, ishpiyonlar va yoshlar uyushmasidagi singdirilgan axlat, leksiya, parad, naqsha, shuar, harbiy muzikalar bilan baldurlar ko'ndirish, odatlantirish orqali inson vujudidagi mushu eng ibtidoiy istakmi tortib olingan edi. Winstonning aqli uningga ishlarning asli chuqur bundoq emasligini aytadi. Ammo qalbi buningga ishonmaydi. Bu ayollarni qo'lga keltirish mumkin emas edi. Partiya model mushini umid qiladi. Winstonning istagi söylishdan bakrak mushu pardani butun umrida bo'lsa-mu biror qitim bo'sib chiqish edi. Bu yerda jinsiy istak ideya jinoyati edi. Agarda umid bor deyilsa, deb yozdi Winston xotirasiga. U chuqumki proletarlarda. Agarda umid bor deyilsa, u chuqumki proletarlarda. Chunki butun Okeaniyaning 85% nüfusini tashkil qiladigan nazardan saqit qilib etilgan mushu odamlardala partiyani vayron qilib etiladigan qudrat tug'ila oladi. Partiya o'z ichidan og'dirilmaydi. Partiyaning dushmanlarining agar bor deyilsa, bir yerga kelalishi emas, bir-biri bilan tunisha olishi mumkin emas. Hatto rivoyatlardagi hiliqi qarindoshlar rostila mavjud bo'lsa, bu faqat bir ehtimollik. Ulardan 2 yoki 3 dan jiqroq odamning bir yerga kelalishi mumkin emas. Ko'zlarning uchrashishi, ovozlardagi kichkina o'zgarish, eng yomoni anda munda pichirlashlarning o'zila esyan ko'targanlik hisoblanadigan tursa.
Әмма пурултарлар өзіге күч құдіреттін тұнып кетсіла, ularning suiqasd planlashining hojati qolmaydi. Ular faqat o'rnidan turib, bir silkinib, ustidagi chivinlarni qo'g'ilvasil bo'ladi. Agar ular xohlasla, atdigandala partiyani kukum talqon qilib o'talaydi. Hamon bir kuni mushundaq qilish ularning xiyoliga kelarmi? Ammo u bir qitim ko'chada manganda yuzlagan ayollarning oldi tarafdagi yaqinlar bir ko'chadan to'lishayotgan ovozini anglaganligini esladi. Kuchli g'azab va umidsizlikka to'lgan cho'nqur ammo unlik hu 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 degan ovoz xuddi ko'cha saytining qo'ng'irig'idek akis sado qaytaryotdi. Uning yuragi sakrab ketdi. Boshlanibdi. U shundoq o'ylagan edi. Isyon. Purultarlar oxiri bog'loqdan bo'shinibdi. Winston u yerga bordi. U yerda 2-300 ayolning ko'cha bozordagi yoyimlarning oldida yig'ilishib turganligini ko'rdi. Ularning chiroylari xuddi cho'kib ketayotgan paraxoddagi yo'lovchilardekla umidsiz va azobli edi. Dal shu vaqtda kishilardagi bu umidsizlik tuyuqsiz o'zaro talash tortishga aylanib ketdi. Aslida bir yoymida qalay tovarlar sotilayotgan ekan. Nihoyatda nefis, sufati nachar mol ekan. Ammo bu kunlarda ish qilib qozon qumishli bo'lsa, topmoq bek tas edi. Hozir setish tuyuqsiz to'xtab qolgan bo'lib, setib olgan ayol tavusini kishilarning qista-qistanglari orasidan ilib chiqib ketolmay qopti. Kishilar uni u yoqqa bu yoqqa tortqushlayotgan, shundoqla boyiqi yoyma oldiga yig'ilishib, yoymichini boshqalarga yon bosdi, bor tavunimi tiqib qo'ydi deb ayiblayotgan ekan. Yana buningdan qiqas cho'qan ko'tarildi. Ikki semiz ayol bir tavuni tortishishga boshladi. Birining chichi cho'g'ilib ketgan edi. Ular birdam tortishivdi, tavuning dastasi qo'lga ajrab chiqdi. Winstonning ularga qarab ko'ngli elishdi. Necha daqiqalar davomlashgan bo'lsa-mu, lekin necha yuz odamdan chiqqan ovoz shuncha qo'rqinchli qudratga ega tursa, ular nimishqa tovlashqa arziydigan biror ishqa ashundaq tovlab boqmaydigandu. U yezayotdi. Tang uyg'onmag'icha ular isyon ko'tarmaydi. Lekin isyon ko'targandan keyin bu ong yo'qolib ketadi. Winston yozganlarini partiyaning darsliklaridan elingan abzasmiya deb o'yladi. Ammo partiya purultarlarni bo'yin turuqdan ozod qildik deb da'vo qiladi. İnqilobdan burun ular kapitalistlar tarafidan dahshatlik ezilatdikan. Och quyulatdikan. Qamchilanatdikan. Ayollar ko'mir konlarda ishlashga majburlanatdikan. Amaliyotda hozir ishlayotdi. Balalar 6 yosh vaqtida zavodlarga ishchilikqa setitildikan. Purultarlarga partiyaning qo'sh tafakkur prinsipi bo'yicha siz tug'ma pas degan ideya singdiriladi va ularni ba'zi qoida tuzumlar bilan hayvonga o'xshash bo'ysunish ichida tutib turish kerak deb qaraladi. Amaliyotda purultarlarni hech kim tushunmaydi. Tushunishning hojati yo'q edi. Ular davomli xizmat qilib tursa, naslini uzib qo'ymasa, ularning boshqa ishi qilcha muhim emas edi. Ular Argentina payloqchilaridagi kala padalardek qo'yib etilgan bo'lib, bu xil ajdodlarnikidek ibtidoiy turmush usuli ularga tabiiy ravishda o'zlashib ketgan edi. Ular tug'iladi. Namratlar ko'chalarida cho'ng bo'ladi. 12 yoshda ishga boradi. Ondan ular go'zalligi va jinsiy istiga yetiladigan bir mezgilni o'tkazgandan keyin 20 yoshida to'y qiladi. 30 yoshida o'rta yosh davriga qadam qo'yadi. Ularning ko'pinchisi 60 yoshida o'lib ketadi. Ularning engida og'ir jismoniy emgak, oila, bolalarni beqish, qo'shnilar bilan bo'lgan ushaq jidal mojarolar, filmlar, futbol, pivo, hammadan muhimi qimordan boshqa bosh qotiradigan g'am yo'q edi. Ularni kontrol qilib turish tas emas edi. Ularning orasida bir turkum ideya soqchilari qo'yitilgan edi. Ular xato so'z cho'chak tarqatadi. Xatarlik deb qaralgan oz sondagi bir turkum kishilarga chekit qo'yadi. Ularga partiyaning ideologiyasini singdirishga kuch sarf qilinmaydi. Purultarlarda siyosiy tuyg'uning kuchlik bo'lishi boshqalarning detiga yoqmaydi.
ulardan talab qiladiğini, lazım bo'lganda ularni texmu uzun ishlab, texmu az haq ilishga rozi qildigan ibtidoiy vatanparvarlik edi. Hatto ular onda-sonda norozi bo'lgan taqdirdimi, bir xil norozilik hech qanday ish paydo qilolmaydi. Chunki ularning qalisi eng aqalli ideya tunishlardan mahrum bo'lg'achqa, engi, diqqati faqatla voysash, qaqshashlarga markazlashatdi. Mutlaq ko'p sonliq proletarlarning uyida hatto ekranmi yo'q edi. Ular bilan haplashadigan xalq saqchilarimi bakla oz edi. Londonda jinoyat bakla kengri yomg'irgan bo'lib, o'g'ri, bulangchi, zahar atkaschilari, banditlar, fohishlar hammasi proletarlardan chiqatdi. Hamda bu uncha diqqatni qo'zg'agudek ish hisoblanmaydi. Har qanday axloqiy masalalarda ular faqat ajdodlarining yusullariga ergishatdi. Partiyaning jinsiyat tarixchiligi ularga tingilmaydi. Buzuqchilik jazolanmaydi. Ajrashishga ruxsat qilinadi. Hatto agar proletarlar o'zi xohlab qolsa, ularning diniy ibodat bilan shug'ullanishiga ruxsat qilinadi. Ular gumondan xoli edi. Xuddi partiya shuarida aytilgandek, hayvonlar va proletarlar erkin edi. Winston do'ng'iyib bo'shliqidagi yana qichishga boshlagan yorisini ehtiyot bilan qoshladi. İnqilobdan burunqi hayotning zodi qandoqligini eslashning mumkin emasligi odamning qalbisiga to'la kirib oladi. U tortmadan Parsinus xonimdan oriyatga olgan bolalar tarix darsligini oldi va uningdan bir abzasni xotirasiga ko'chirishga boshladi. Shundoq qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.